Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi videomiz konstruktorlarga bag'ishlanadi. Ya'ni konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullanib, endi loyihaga kirib kelayotgan ukalarimizga bag'ishlanadi. Ya'ni hozir bitta joyga montajga kelganmiz. Konstruktor xatosi bilan shit noto'g'ri montaj qilingan. Men o'zim ham dasturlash bilan shug'ullanaman. Dasturlashda kod yozganingizda asosan eng oddiy, masalan sizga menga o'xshagan injener odam emas, eng oddiy odam uchun programma yoziladi asosiy. Dasturlash bilan shug'ullanganimda birinchi o'rinda oddiylik, ya'ni istalgan odam tushunsa o'sha narsani. Ikkinchidan oson o'rgansin, foydalanuvchi qiynalmasin, hech qanaqa qiyinchilikka duch kelmasin. Hozir mana bitta joyga montajga kelganmiz. Konstruktor xatosi bilan elektrigimiz juda qiynalyapti. Hozir bu vaqt orqaga cho'zilyapti. Ya'ni institutni bitirib kelib, AutoCADni o'rganib, konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan va elektrika sohasidan umuman xabari yo'q bo'lgan yosh ukalarimizga, yosh xodimlarga bag'ishlanadi. Mana UKRM kondensatorning qurilmani shkafi, ko'rinishlari normalniy mana. Lekin mana montaj qilingan, loyiha qilinganda qarang, xatolikni qarang. Avtomatlar shitni ichkarisiga joylashtirilgan mana bu tarafda ham, bu tarafda ham. Mabodo avtomat ketib qolsa yoki bir qanaqadir to'g'rilanadigan ishlari bo'lsa, bu juda ham qiyin. Mana bu kuchlanish ostida bo'lgan holatda bu yerda ishlash, mana bu yerdagi bosh tegib ketishni juda xavfli holat bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana bu joydagi puskatellarni qarang, mana bu joydagi puskatellar. Montaj qilish, ekspluatatsiya qilish nihoyatda qiyin bu narsa. Va uchinchidan ahamiyat bergan narsa qarang. Kondensatorning yo'nqislar tagida ham turibdi mana. Ichkarida ham bor mana. Ichkarida ham bor mana. Endi agar mana bu o'rtadagi kondensator bochka portlaydigan bo'lsa, ikkita yoniga ta'siri bo'ladi. Bu bitta kuyda 3 tani almashtirish kerak bo'ladi. Agar 3 ta bo'lsa, u narigi taraflarda ta'sir bo'lmasa va undan tashqari mana bu joyda 0. Zazemleniya kabeli mana. Hammasi umumiy sepda turibdi mana, umumiy sep. Agar qayeridadir bitta kabel uzilib qolsa, qolgani zazemleniyasi qolib ketadi. Shu to'g'rimi? Bu hech qanaqa standartlarga, xalqaro go'st standartlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Avvalambor birinchi o'rinda loyiha qilyapsanmi? Loyiha qilganingda ekspluatatsiya birinchi o'rinda, ya'ni o'zingdan keyin ishlaydigan odam birinchi o'rinda turishi kerak, qarang. Masalan, shu to'g'rimi deb o'ylaysizmi, qarang. Birinchidan proyekt noto'g'ri, ikkinchidan montaj qilgan odam aytish kerak edi. Men mana bu yerda montaj qila olmayman, mana bu joyda avtomat o'rnata olmayman. Slaviy kontent bo'lib qoladi bularning. Qanaqa o'rnataman? Hozir bitta narsa qilish uchun shitni polniy razbirat qilish kerak. Yechib tashlash kerak. Bu noto'g'ri. Bunaqa elektr energiya sistemasida eng birinchi bo'lib xavfsizlik turadi. Qanaqa proyekt qilishingdan oldin ishlaydigan odam xavfsiz ishlashi kerak. O'zini hech qachon mana bunaqa yuqori kuchlanish ostida kirish kerak emas. Mana bunaqa. Qarang, mana kirdim. Ko'rinyaptimi? Mana. Qanaqa montaj qilaman, qarang. Ichi tor, juda ham tor ichi. Va avtomatlar almashtirish, masalan, mana Mamutdagi avtomatni almashtirish juda qiyin. O'zimni hayotimni xavf ostida qo'yib almashtirishimga to'g'ri keladi. Masalan, hozir bu ichkaridagi yo'nqis, masalan, mana o'rtadagi yo'nqis portlab ketadigan bo'lsa, 1, 2, 3, 4 tasiga ham ta'siri bo'ladi bu narsani. Noto'g'ri narsa bu. Yana kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Lekin agar shunaqa montaj bo'ladigan bo'lsa yoki shunaqa loyiha qilayotgan bo'lsanglar, bitta loyihalarni bir qaytadan ko'rib chiqish kerak. Chunki bu yerda kamchilik nihoyatda ko'p. Bunaqa montaj qilinmaydi. Qaysi firma ekan hozir ko'ramiz mana. Ko'ryaptimi? Mana Electrologic Group firmasining konstruktorlariga taalluqli ekan bu. Konstruktor avvalambor loyihalashtirganda birinchi bo'lib ishlaydigan odamning xavfsizligini hisobga olish kerak. Konstruktor degani mana deb ishlab ketish kerak emas. Xavfsizlik birinchi o'rinda. Ikkinchidan ekspluatatsiya sodda bo'lishi kerak.
mana shu shitni montaj qilgan odam umuman elektrika sohasidan xabari yo'q. Umuman montaj qilgan. Mana montaj u avtomatlar ichida qo'yilgan mana avtomat. Yana bitta iltimosim bor HR xodimlariga, kadrlar bo'limiga. Ishga olayotganingizda xodimlar faqat avtokadni bilasanmi deb olmasdan elektrika bo'yicha ham ozgina tushunchasini bilish kerak. U elektrika mana Ohm qonuni, Kirchhoff qonuni emas. Masalan, texnika bezopasnost qonuni qanaqa shu narsalarni e'tiborga olish kerak. Bitta joyga suhbatga bordim. Bitta joyga suhbatga borganimda kadr injener elektrikda vakansiya bergan, talablari faqat avtokadni bilsangiz bo'ldi. Va u injener elektrik faqat avtokadni bilgani bilan injener elektrik bo'lmaydi. U o'ziga yarasha hisob kitobi bo'ladi. Uni montajda yurgan odamlar biladi. U uchun 4 yil, 5 yil institutda o'qish shart emas. 3 yil montajda yurgan odam уже tushunib oladi bu narsani. Lekin hozir mana xususiy tashkilotlarda, xususiy o'quv markazlarida avtokadni o'rganadi, avtokad kursini, 3D Max dasturlashlarni o'rganadi-da, o'zida injeneriyasi bo'ladi va bu o'zingdan keyingi odamning hayotini xavf ostiga qo'yib qo'yishingga sababchi bo'lib qoladi. Avvalambor hech qachon shoshilish kerak emas. Hech qachon elektrika sohasida biror bir yangilik qilishdan oldin 7 o'lchab bir kesish kerak. Bo'lmasam yo qurilmani yoki bitta insonni kuydirib halok qilib qo'yishi mumkin.